Bismillahirrohmanirrohim. Fathiya, Fotiha salovatining fazilatlari haqida. Salovat aytishning afzalliklari va beriladigan katta mukofotlari haqida quyidagicha aytishadi. Afzal salovatlardan biri Fotiha salovatidir. Fotiha salovatining ushbu tartibda shaklda o'qilishi omma ichida keng tarqalgandir. Ushbu salovat Rihamu Hizbir Rahim kitobining muallifi tomonidan berilgan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim va ala alihi haqqa qadrihi va miqdarihil azim. Ma'nosi: Ey Allohim, qulflangan eshiklarni ochgan payg'ambarlarning oxirgisi, haqning yordamchisi, to'g'ri yo'lga hidoyat etuvchi Sayyidimiz Hazrat Muhammadga sallallohu alayhi vasallam va ul zotning oilalariga, ahliga, qadriga loyiq salovat va salom yuborgan. Afzal salovat kitobida shunday deb yozilgan: bu salovatni umri davomida bir marta o'qigan, aytgan kishi jahannamga kirmaydi. Ba'zilarning aytishicha bir marta o'qish 10 mingga, boshqalar esa 60 ming salovatga to'g'ri keladi. Javohirul Ma'ni kitobida shunday yoziladi: Fatiha salovatining afzalliklari haqida men shayximdan eshitganman. Men haj safaridan qaytayotib Talmasga kelganimda Fotiha salovatining afzalligini ko'rib, u salovatni aytishga mashg'ul bo'ldim. U salovatni bir marotaba aytishlik boshqa salovatlarni aytishdan 600 ming marotaba afzal. Bu haqida Vardatul Juyub kitobida yozilgan. Bu kitobning muallifi Muhammad al-Bakri as-Siddiqi Misrda yashovchi qutb edi. U shunday deydi: Kim Fotiha salovatini bir marta aytib jannatga kirmasa, Allohning oldida men bilan hujjatlashsin. Talmasdan Abu Samunning oldiga kelguncha bu so'zlar yodimdan ko'tarilmadi. Men u yerda Dalilul Xayrot kitobidan boshqa bir salovat haqida eshitdim. Kim doimiy boshqa bir salovatni aytib yursa, unga 70 ming savob yoziladi deb va men shu salovatni o'qishga kirishdim. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga Fotiha salovatini o'qishimni aytdilar. Shunda men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Fotiha salovatining fazilatlari haqida so'radim. Avval u zot sollallohu